Assalomu alaykum, Instagram va Mashina Kursi kanalimiz obunachilari. Navbatdagi mashinkamiz o'z egasiga ketyapti. Andijon orqali Qirg'izga o'tib ketyapti. Bitta sherikga olib beryaptilar uni. Andijon Qo'rg'ontepaga Umarov Mahkamjon. 1 yil mashinkani motori apparatiga. Komplektda nima bor? Zapas pichoqlari, Mini Pro T2, ikkita mashinkani ko'tarib ishlatadigan blok pitani fabrichniy zavodskoy. Baddelga qilinmagan, hammasi Malayziyadan keladi, shetda zburka qilib yig'amiz, juda ham baquvvat. Ikkita mashinkani bemalol ko'taraveradi, obrodaligirovka bo'ladi. Zamikaniga zashtalari bor. Samodelga Xitoy tirilgan emas, mashinkalar ustobi tekshiruvdan o'tgan Mini Pro T2 komplekt turish dastavkasi bilan 5,5 so'm, 1 yil garantiyasi bor. Mana yog'i ham ichida. Eng qizig'i, mijozlarimiz uchun servisi, zapchastlar hamma yo'g'i bor. Faqatgina mijozlar uchun 2026-05 mana birinchi kuni apparatimiz o'z egasiga yo'l oldi. Turish komplekti 5,5 million. Ikkita mashinkamni olib biznesga yana sherik qilishlardan emas. Siz ikkita mashinkasi bilan 8 million so'm. 2026-05-01 do'stlar o'z egasiga yo'l oldi.